tayyorlaning. Bu ma'lumot juda muhim va değerli, hammaga tegishli. Ish haqi kartasi bor odamga ham, tadbirkorga ham, ijara puli oladigan fuqaroga ham, chet eldan pul o'tkazmasi qabul qiladigan oilaga ham. 12 oktyabrdan boshlab bank hisob varaqlari bo'yicha nazorat kuchayishi haqida ko'p gaplar tarqalmoqda. Kimdir endi har bir karta kuzatiladi deydi. Kimdir pul tushsa darrov solib keladi deydi. Yana kimdir banklar hisobini bloklaydi deb qo'rqyapti. Men bugun sizga vahima emas, aniq tushuntirish beraman. Aslida nima o'zgaradi? Kim xavotir olishi kerak? Kim tinch yurishi mumkin? Qanday xatolar hisobingizni muzlatib qo'yishi mumkin va oldindan qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri o'tkazma, bitta tushunarsiz izoh yoki hujjatsiz pul kirimi keyin bankda, soliqda yoki boshqa idorada sizga ortiqcha savollar tug'dirishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday amaliy va ogohlantiruvchi ma'lumotlar sizga pulingizni, vaqtingizni va asabingizni asrashga yordam beradi. Men avvalo eng asosiy narsani ochiq aytaman. Bank hisob varaqlari hech qachon butunlay ko'rinmas bo'lmagan. Bank tizimida har bir pul kirimi, pul chiqimi, karta o'tkazmasi, naqd pul yechish, hisobdan hisobga ko'chirish texnik jihatdan qayd etiladi. Ya'ni bank sizning hisobingizda nima bo'layotganini ko'radi. Bundan tashqari qonunchilikka ko'ra banklar shubhali operatsiyalarni aniqlashi, yirik yoki maqsadi noaniq operatsiyalar bo'yicha mijozdan izoh va hujjat so'rashi mumkin. Lekin avval amaliyot ko'proq qo'lda yoki cheklangan darajada ishlardi. Masalan, oddiy fuqaroning kartasiga oyiga yaqin 3 marta qarindoshidan 500 ming yoki 1 million so'm tushsa, odatda hech kim bunga alohida e'tibor bermasdi. Tadbirkor hisobiga pul tushsa, soliq hisobotlari, elektron hisob fakturalar, onlayn kassa ma'lumotlari orqali tekshirilardi. Lekin turli banklar, turli hisoblar, turli kartalar orasidagi umumiy manzara hamma vaqt ham tez va avtomatik tahlil qilinmasdi. Endi o'zgarayotgan asosiy narsa shuki, pul aylanishi bo'yicha ma'lumotlar ko'proq raqamli tahlil qilinadi. Ya'ni tizim odamning qo'li bilan emas, dastlab algoritmlar orqali shubhali holatlarni ajratadi. Misol uchun, bir odamning kartasiga bir oy ichida 200 ta odamdan pul tushyapti. Har biri 7 mingdan 70 ming so'mgacha. Izohda tovar, zakaz, xizmat, to'lov deb yozilgan. Lekin bu odam yakka tartibdagi tadbirkor emas. O'zi band qilmagan, firma ochmagan. Tizim buni oddiy qarindoshlar o'rtasidagi yordam deb emas, yashirin savdo yoki xizmat ko'rsatishdan tushgan daromad sifatida ko'rishi mumkin. Yana bir misol. Fuqaroning kartasiga har oy 5 million so'm ish haqi tushadi. Bu odatiy holat. Shu odamning ukasi Rossiyadan oyiga 3 million so'm yuboradi, bu ham tushunarli bo'lishi mumkin. Lekin shu karta orqali haftasiga o'ttimda million so'm kirib chiqsa, ertasi kuni naqd yechilsa yoki boshqa kartalarga bo'lib yuborilsa, bank va tegishli tizimlar buni savol ostiga oladi. Bu pul kimniki? Nima uchun o'tkazilyapti? Siz vositachimisiz? Bu pul savdodanmi, qarzmi, noqonuniy pul aylanishimi? Shuning uchun men bugun hamma hisoblar yo'qladi demayman. Bunday gap noto'g'ri va odamlarni vahimaga soladi. To'g'ri gap shuki, oddiy, izohli, manbasi tushunarli operatsiyalardan qo'rqish kerak emas. Lekin katta summalar, tez takrorlanadigan kirimlar, ko'p odamlardan keladigan to'lovlar, hujjatsiz biznes aylanmalari, qarz va oldi-berdini karta orqali chalkashtirib yuborish endi ancha xavfliroq bo'lishi mumkin. Asosiy qism nimani bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim tinch bo'lishi mumkin? Birinchi guruh, oddiy fuqarolar. Agar sizning kartangizga ish haqi, pensiya, stipendiya, nafaqa, qarindoshlardan yordam puli, aliment yoki bir martalik qarz qaytimi tushsa, odatda bundan qo'rqmasangiz bo'ladi. Masalan, siz oyga 4 million so'm maosh olasiz. Onangiz sizga doriga 500 ming so'm yubordi. Akangiz to'y uchun 2 million so'm yordam qildi. Bu hayotiy holat. Muhimi bunday o'tkazmalar maqsadi bilan mos bo'lsin. Agar izoh yozish imkoni bo'lsa, qarindoshlik yordami, qarz qaytimi, to'y uchun yordam, dori-darmon uchun deb yozish foydali. Lekin oddiy fuqaro bo'la turib, kartangizga har kuni indi-imitadan pul tushsa, bu boshqa masala. Masalan, uyda shirinlik pishirib sotasiz. Har kuni 15 ta mijoz saqimi ming, 20 ming, 200 ming so'mdan kartangizga tashlaydi. Oy oxirida jami tushum 25 million so'm bo'ladi. Siz o'ylaysiz, men kichkina ish qilyapman, nima bo'pti? Lekin tizim uchun bu muntazam daromad. Agar faoliyatingiz rasmiylashtirilmagan bo'lsa, soliq bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Bunday holatda o'zini band qilish, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish yoki faoliyat turiga mos rasmiy shakl tanlash kerak.
Ikkinchi guruh tadbirkorlar va kichik biznes egalari. Siz albatta xavotir emas, tartibga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Chunki biznesdagi asosiy xato shuki, odamlar shaxsiy karta bilan biznes kartani aralashtiradi. Masalan, do'koni bor odam mijozlardan pulni o'zining shaxsiy plastik kartasiga qabul qiladi. Yetkazib beruvchiga boshqa kartadan to'laydi. Ishchining haqini naqd beradi, soliq hisobotida esa aylanma ham ko'rinadi. Avvallar bunday holat ko'p joyda ko'z yumib o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Endi esa bank kirimlari, onlayn kassa, elektron hisob, faktura, bojxona, ijara, xodimlar ma'lumotlari bir-biriga solishtirilsa, tafovut darrov bilinadi. Masalan, korxonangiz hisobotda oyga 40 million so'm tushum ko'rsatadi. Lekin rahbarning shaxsiy kartasiga shu oyda mijozlardan 90 million so'm tushgan. Izohlarda mebel uchun avans, dostavka, zakaz deb yozilgan. Bu holatda savol juda oddiy bo'ladi. Nega biznes tushumi korxona hisobiga emas, shaxsiy kartaga tushgan? Nega bu aylanma soliq hisobotida ko'rinmagan? Agar sizda shartnoma, chek, hisob, faktura tushuntirish bo'lmasa, jarima, qo'shimcha soliq hisoblash yoki hisobni vaqtincha cheklash xavfi paydo bo'ladi. Uchinchi guruh karta orqali pul aylantirib beradiganlar. Men bu guruhga alohida ogohlantirish bermoqchiman. Ba'zi odamlar kartamdan foydalanib tur. Menga 1% berasan. Pulni qabul qilib boshqa joyga tashlab beraman. Kriptoga o'tkazaman, bukmekerga to'lov qilaman, chet elga chiqaraman degan ishlarni oddiy xizmat deb o'ylaydi. Aslida bu eng xavfli yo'nalishlardan biri. Chunki siz pulning haqiqiy manbasini bilmaysiz. Agar bu pul firibgarlikdan, noqonuniy savdodan, qimordan, giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatdan yoki boshqa shubhali manbadan kelgan bo'lsa, bank tizimida birinchi ko'rinadigan odam siz bo'lasiz. Men faqat o'tkazib berdim degan gap ko'p hollarda sizni muammodan qutqarmaydi. Birinchi misol, Malika ismli ayol uyda tort pishiradi. Avval oyiga 3-4 ta buyurtma olardi. Kartasiga 2 million so'm tushardi. Keyin Instagram orqali buyurtma ko'paydi. Oyiga 35 million so'm aylanma bo'ldi. U buni rasmiylashtirmadi, chunki uy sharoitida qilyapman deb o'yladi. Lekin mijozlar pul o'tkazganda tort, zakaz, shirinlik deb yozishdi. Agar bank yoki soliq organlari savol bersa, Malika daromad manbasini tushuntirish kerak bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l faoliyat turiga mos ravishda o'zini o'zi band qilish yoki tadbirkorlikni rasmiylashtirish. Tushumlarni alohida karta yoki hisob orqali yuritish, xarajatlarni ham saqlab borish. Ikkinchi misol, Jamshid mashina olib sotish bilan shug'ullanadi, lekin rasmiy diler emas. Bir oyda 3 ta avtomobil oldi sotdisida uning kartasidan 2,5 million so'm o'tdi. U aytadi, bu pulning hammasi mening foydam emas. Men faqat oldim, keyin berdim. Lekin hujjatda nima bor? Oldi sotdi shartnomalari kim nomida? Pul kimdan keldi, kimga ketdi? Agar hujjat bo'lmasa, katta summa sizning aylanmangiz sifatida ko'rinishi mumkin. Bu holatda shartnoma, tilxat, avtomobil oldi sotdi hujjati, bank o'tkazmasi izohi juda muhim. Uchinchi misol. Dilshod chet elda ishlaydi va oilasiga har oy $500 yuboradi. Bu normal holat. Agar oila bu pulni yashash xarajatlari uchun ishlatsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Lekin Dilshodning nomidan har hafta turli odamlarga 2-3 ming dollarlik ekvivalentda pul kelib, keyin naqd yechilsa, bu oddiy migrant yordami emas, pul o'tkazish tizimidan norasmiy foydalanish sifatida ko'rinishi mumkin. Shuning uchun chet eldan keladigan pullar bo'yicha ham maqsad aniq bo'lishi kerak. 4-misol. O'qituvchi yoki shifokor repetitorlik, maslahat, xususiy xizmat orqali daromad oladi. Oyiga 7-10 million so'm tushadi. Agar bu muntazam bo'lsa, bu daromad hisoblanadi. Odam bu mening bilimim, qo'shimcha ish deydi. Lekin daromadni qonuniy shaklda yuritish kerak. Rasmiylashsangiz sizga ertaga bu pul nima degan savol berilganda javobingiz tayyor bo'ladi. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, har bir katta pul jinoyat emas. Masalan, siz uy sotdingiz va hisobingizga 600 million so'm tushdi. Bu katta summa. Lekin agar notarial shartnoma bor, kadastr hujjati bor, xaridor bilan kelishuv bor, pulning maqsadi aniq bo'lsa, qo'rqadigan joy yo'q. Muammo summaning kattaligida emas, hujjatning yo'qligida va maqsadning tushunarsizligida. Ikkinchi nozik jihat, qarz berish va qarz olishni ham hujjatlashtirish kerak. Bizda ko'pchilik og'zaki gaplashdik deydi. Masalan, do'stingizga 7 million so'm qarz berdingiz, u 3 oydan keyin qaytardi. Bank kirimida bu 2 million daromadga o'xshab ko'rinishi mumkin. Agar savol tug'ilsa, siz bu qarz qaytimi deysiz. Lekin tilxat bormi? Qachon bergansiz? Qaysi hisobdan chiqqan? Izohda nima yozilgan?
Shuning uchun katta qarzlarda oddiy tilxat ham juda kerak. Kim kimga qancha, qachon, nima muddatga berdi, qachon qaytaradi, pasport ma'lumotlari, imzo. İmkon bo'lsa notarial tasdiqlash yanada kuchli dalil bo'ladi. Uchinchi nozik jihat karta izohlari juda muhim. Ko'pchilik hazillashib izohga qora pul, stavka, kripto, zaxlat, obnal kabi so'zlarni yozadi. Bu juda katta xato. Bank tizimlari kalit so'zlarini ko'rishi mumkin. Operatsiya shubhali deb belgilanadi. Keyin sizdan izoh so'raladi. Hazil-hazilligicha qolmaydi. Har bir o'tkazmada izoh madaniyatli, aniq va qonuniy bo'lishi kerak. Qarz qaytimi, ijara to'lovi, oila yordami, shartnoma bo'yicha to'lov, mahsulot uchun to'lov kabi. 4-nozik jihat. Shaxsiy karta va biznes tushumini aralashtirmang. Men buni alohida urg'ulayman. Agar sizda do'kon, xizmat, internet savdo, yetkazib berish, kurs, konsultatsiya, ta'mirlash, go'zallik saloni, taksi, uy ovqatlari, kiyim-kechak savdosi bo'lsa, tushumni imkon qadar rasmiy yo'l bilan qabul qiling. Shaxsiy karta orqali biznes yuritish dastlab qulay ko'rinadi. Lekin keyin eng katta muammo shundan chiqadi. 5-nozik jihat. Hisob bloklanishi har doim ham jazolash degani emas. Ba'zan bank mijozini identifikatsiya qilish, operatsiya maqsadini aniqlash, hujjatlarni tekshirish uchun vaqtincha cheklov qo'yishi mumkin. Masalan, hisobingizga odatdagidan 20 barobar ko'p pul tushdi va darrov 10 ta boshqa kartaga bo'linib ketdi. Bank buni to'xtatib, bu operatsiya nima uchun deb so'rashi mumkin. Agar siz hujjatlarni tez taqdim qilsangiz, masala hal bo'ladi. Agar javob bermasangiz yoki tushuntirish chalkash bo'lsa, muammo chuqurlashadi. 6-nozik jihat. Pulni bo'lib tashlasam ko'rinmaydi degan o'y juda xavfli. Ba'zi odamlar katta summani 10 milliondan, 5 milliondan, 20 milliondan bo'lib o'tkazadi. Ular tizim faqat bitta katta operatsiyani ko'radi deb o'ylaydi. Aslida muntazam va bog'liq operatsiyalar ham ko'rinadi. Bir odamdan bir kunda ammarta pul kelishi yoki bir necha odamga bir xil summa ketishi ham tahlil qilinadi. Shuning uchun sun'iy bo'lish muammoni kamaytirmaydi, aksincha shubhani kuchaytirishi mumkin. 7-nozik jihat. Ijara daromadi. Juda ko'p odam uyini ijaraga beradi. Pulni kartaga oladi, lekin shartnoma qilmaydi. Masalan, har oy 3 million so'm ijara deb tushadi. 1 yil davomida 36 million so'm. Agar shartnoma va soliq masalasi tartibda bo'lmasa, savol tug'iladi. To'g'ri yo'l ijara shartnomasini rasmiylashtirish, soliq majburiyatlarini aniqlash, o'tkazma izohini aniq yozish. 8-nozik jihat qarindoshlar o'rtasidagi pul ham ba'zan savol tug'dirishi mumkin. Masalan, ota o'g'liga uy olish uchun 200 million so'm berdi. Bu oila ichidagi yordam bo'lishi mumkin. Lekin katta summalarda hujjat, hadya shartnomasi yoki hech bo'lmasa tushuntirish hujjati kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa pul keyin ko'chmas mulk. Avtomobil yoki biznesga sarflansa, manba so'ralishi ehtimoli bor. Birinchi qadam, oxirgi 6 oy yoki 12 oylik bank aylanmangizni ko'rib chiqing. Mobil ilovaga kiring. Hisob-kitob tarixini oching. Kirim va chiqimlarni tahlil qiling. O'zingizga savol bering. Kartamga muntazam kimlardan pul tushyapti? Bu pullarning maqsadini tushuntira olamanmi? Katta summalar bo'yicha hujjatim bormi? Agar ertaga bank so'rasa, men nima ko'rsataman? 2-qadam. Shaxsiy va biznes pulini ajrating. Agar siz savdo yoki xizmat qilsangiz, alohida hisob yoki alohida karta yuriting. Tadbirkorlik shaklingizni tekshiring. Sizga o'zi band qilish yetarlimi? Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish kerakmi? Yoki MCJ ochish kerakmi? Faoliyat turiga qarab hal qiling. Buning uchun soliq organining rasmiy ilovasi, davlat xizmatlari markazi yoki buxgalter bilan maslahatlashish mumkin. 3-qadam hujjatlarni yig'ing. Qarz bo'lsa tilxat, ijara bo'lsa ijara shartnomasi, uy yoki mashina sotilgan bo'lsa notarial oldi-sotdi shartnomasi, xizmat ko'rsatilgan bo'lsa shartnoma yoki dalolatnoma, tovar sotilgan bo'lsa chek, hisob, faktura, yetkazib berish hujjati. Chet eldan pul kelgan bo'lsa, pul yuboruvchi qarindosh ekanini ko'rsatuvchi izohlar va o'tkazma kvitansiyalari. Bu hujjatlarni qog'ozda ham, telefon yoki kompyuterda skaner ko'rinishida ham saqlang. 4-qadam, bankdan savol kelsa, e'tiborsiz qoldirmang. Bank qo'ng'iroq qilsa yoki ilovada xabar yuborsa, keyin ko'raman demang. Rasmiy kanal orqali javob bering. Agar shubhangiz bo'lsa, bankning o'z kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Kartangiz orqasidagi yoki rasmiy saytdagi raqamdan foydalaning. Hech qachon notanish odamga SMS kod, karta raqami to'liq ma'lumoti, PIN kod yoki ilova parolini bermang. Nazorat kuchaygan davrda firibgarlar ham bankdanmiz. Hisobingiz bloklanadi deb aldashi mumkin. 5-qadam, tushuntirish xati yozishni biling.
Agar bank yoki boshqa idora sizdan pul manbasini so'rasa, xatni oddiy va aniq yozing. Masalan, falon sanada hisobimga 2 ming so'm kelib tushgan. Ushbu mablag' 2024 yil sentabda fuqaro falonchiga berilgan qarzning qaytarilishi hisoblanadi. Qarz bo'yicha tilxat ilova qilinadi. Mablag' shaxsiy ehtiyojlar uchun ishlatiladi. Agar ijara bo'lsa, har oy kelayotgan 3 ming so'm falon manzildagi uy joy ijarasi uchun to'lovdir. Ijara shartnomasi ilova qilinadi. Tushuntirishda ortiqcha gap hissiyot men bilmasdim. Hamma shunday qiladi degan iboralar kerak emas. Fakt, sana, summa, hujjat. 6-qadam, katta operatsiya qilishdan oldin bank bilan maslahat qiling. Masalan, uy sotyapsiz, katta qarz olayapsiz, biznesga sarmoya kirityapsiz. Chet eldan yirik pul qabul qilyapsiz. Oldindan bankka murojaat qilib, qanday hujjat kerakligini so'rang. Shunda pul kelganda hisobingiz kutilmaganda cheklanib qolish xavfi kamayadi. 7-qadam. Naqd pul yetish odatlaringizga e'tibor bering. Hisobga katta pul tushib, darhol to'liq naqd yechish har doim savol tug'dirishi mumkin. Albatta, naqd pul ishlatish taqiqlangan emas, lekin pulning maqsadi tushunarli bo'lsin. Agar qurilish qilayotgan bo'lsangiz, ustalar bilan kelishuv, material, xarid hujjatlari, do'kon cheklarini saqlang. Agar to'y uchun yetsangiz, ham bu pul manbasi va xarajat yo'nalishi bo'yicha kamida o'zingizda izoh bo'lsin. 8-qadam, boshqa birovga kartangizni bermang. Bu eng oddiy, lekin eng ko'p buziladigan qo'yda. Aka, kartangizdan pul o'tkazib turay. Opa, mening kartam ishlamayapti, siznikiga tushsin. Do'stim, bir kunga karta kerak degan gaplarga juda ehtiyot bo'ling. Karta sizning nomingizda bo'lsa, operatsiya uchun birinchi javob beradigan ham siz bo'lasiz. Pul kelib tushgandan keyin bu meniki emas edi deb isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. 9-qadam, soliq majburiyatingizni tekshiring. Agar muntazam daromadingiz bo'lsa, uni rasmiylashtirish sizga qarshi emas, aksincha sizni himoya qiladi. Rasmiy ishlagan odam bank oldida ham, soliq oldida ham, mijoz oldida ham ishonchli ko'rinadi. Bugun kichik soliq to'lab, hujjat bilan ishlash ertaga katta jarima yoki blokdan ko'ra ancha oson. 10-qadam, oilangizga ham tushuntiring. Ko'pincha muammo ota-onalar, turmush o'rtoq. Farzandlar bir-birining kartasidan foydalanishi sababli chiqadi. Oilada kimning kartasi nima uchun ishlatiladi? Qaysi karta maosh uchun? Qaysi karta xarajat uchun? Qaysi hisob biznes uchun? Buni tartibga soling. Ayniqsa pensioner ota-onangizning kartasidan biznes tushumini qabul qilmang. Bu keyin ularga ham noqulaylik tug'diradi. Men yana bir bor odamlarni tinchlantirmoqchiman. Agar siz qonuniy ishlayotgan bo'lsangiz, daromad manbangiz aniq bo'lsa, hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, bank nazorati siz uchun falokat emas. Nazoratning maqsadi oddiy odamni qiynash emas. Pul yuvish, firibgarlik, yashirin iqtisodiyot, noqonuniy pul aylanishi, soliqlardan qochish kabi holatlarni aniqlashdir. Maosh oladigan xodim, pensiya oladigan ota-ona, stipendiya oladigan talaba, farzandidan yordam puli qabul qiladigan ona, bir martalik uy yoki mashina sotgan fuqaro, bularning barchasi hujjat va izoh bo'lsa, normal holatlar. Xavotir asosan pulining manbasini tushuntira olmaydigan, biznesini shaxsiy kartada yuritadigan, boshqalarning pulini aylantiradigan, hujjatsiz katta summalar bilan ishlaydigan, kirim chiqimni yashirishga harakat qiladigan odamlarda bo'lishi kerak. Xulosa shuki, 12 oktyabrdan keyin yoki umuman nazorat kuchaygan har qanday davrda eng asosiy himoya bu shaffoflik. Pulingiz qayerdan keldi, nima uchun keldi? Qayerga ketdi? Buni hujjat bilan ko'rsata olsangiz, sizning pozitsiyangiz kuchli bo'ladi. Shaxsiy karta bilan biznesni aralashtirmang, katta qarzlarni tilxatsiz bermang, ijara va savdoni hujjatsiz qoldirmang. Kartangizni begonalarga bermang, bank so'rovlariga vaqtida javob bering. Men sizga qo'rqitish uchun emas, tayyor bo'lishingiz uchun gapirdim. Bugun tartibga keltirilgan bitta hujjat ertaga sizni haftalab yugurishdan qutqarishi mumkin. Endi izohlarni yozing. Sizningcha bank hisob varaqlari nazorati kuchayishi oddiy odamlar uchun foydalimi yoki ortiqcha bo'lsinmi? Sizda bank pul manbasi bo'yicha savol bergan holat bo'lganmi? Fikringizni albatta qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir karta egasiga kerak bo'lishi mumkin.